Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Nasib qilib Xudo xolasa biz Samarqand viloyat Bozorxon o'zimizning mahallasida kelib mana shunday g'o'zapoyalarni prislab sotyapti ekan. Nasib qilsa paxtalari bilan, qovochoqlari bilan vashuda turibdi. Karchapka emas, shunday. Mana prislayapti. Bitta prisni 40 tami, 44 ta pris bir mashin bir tilchga bo'ladi deyapti. Endi bahosini ham kelishtirib qo'yamiz. Yana ham savdolari bor dedi. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Shunday. Rasmday bo'lganda 44 tasi bir mashin chiqadi deyapti, bir yillik bir kamas chiqadi deyapti, bir tilchga. Nasib bo'lsa donalarini bitta donasiga 20 ming baho qo'yilyapti. Yana ham savdolari bor deyapti. Mana shunday ajoyib, hammasi paxtalari bilan turibdi. Mana ko'raklarini bemalol telefon qilaverasiz. Elir akamiz nomerini qoldirib o'taman. Izimur hali qoliy juda katta. Shoshilib telefon qilib qolingiz, o'zi nima desam bo'ladi? Puli juda arzon tushadi. Mana shu narsani puli juda arzon tushadi. Traktor tilchkaga qaraganda.